Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Redmi 15 telefonni obzor qilamiz. Biz sizlar bilan birgalikda bunday kes ko'radigan topilmaydigan picham bilan biz sizlar ushbu Redmi 15C telefonini ochamiz. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Bismillah. Ovozini qarang, ovozini qarang, ovozini qarang. To'g'ri. Qo'ldan ochib bashani pichani ochib o'tirman. Picha nima kerak edi o'zi? Ochilish. 15C. Buni hidi nimani eslatyapti? Yangi yosh hidi kelyapti. Mana bilaveradi, yaxshi. Tak. Uni qarang. Qani. Bu rangini qarang bular. Ajoyib. Ko'rinishi ham, boshqasi ham qo'lga ushlaganda qandaydir ajoyib yaxshi. Mana bunday qo'lga botmayapti telefon. Orqalari ham matfiy. Ajoyib ekranlari. Super. Bu safar yaxshi yumshayapti. Endi ishlatib ko'rib bilamiz uni. Hozirgi qo'limdagi telefon 16 ga 256 8+8 quturasi 6000 Mach 33 Watt ko'rsatlash qo'llab-quvvatlar ekan. 256 lik xotirasi 120 yangilanish ekran 120 Hz 609 display normalniy 856 taligi bor. İçinden nima chiqar endi? Telefonni ko'rib oldik. İçidan nima chiqishi bizga qiziq. Telefon ignasi yaxshi. İchida bir to'da klaviatura, kabelimiz va bizni K23320 suraga tashamaydi deb yozib qo'ygan, tashamaydi. Suraga tashash kerak bu telefon. Va 33 Watt original bistri fast charging qilayotgansa. Kabel va bu yerda chexolimiz qani? Chexolimiz. Вот. Chexolimiz bu keys. Chexolimiz bor, do'stlar, chexolimiz yo'qmas, chexolimiz bor. Normal silikon emas, oddiy prozrachniy chexolimiz. Prozrachniy chexolimiz bor. Va buni yoqib ko'ramiz. Nima kerak bor? Xo'sh. Yo'linchi. Judayam og'ir. Tekkanishi yaxshi, lekin mana bunday cheklar qo'lga botmaydigan ishlab chiqarishgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Подпечатка doimgidek yonboshda deb yozilgan. Yonboshda подпечаткалari yaxshi. Mana bu narsa kerak emas. Bitta bizlarga nima hech narsani chiqarmaylar buni. Bunaqasiga chiqarmaylar bu narsa. Prosto telefonga o'xshab bo'lganda. O'zi prosto byudjetniy telefon, lekin o'tang normal. Biz yonganimizcha yondi. Yonishimiz ham yaxshi bo'ldi. Inglizcha, ruscha, o'zbekcha, inglizcha qani biz. Qat. Kichkina like bo'ldi. Boshlanishida. Yaxshi. Har doimgidek mana shunday qoidalarga rozimisan? Bu narsalar bizning telefonimiz tayyorgarlik qilmoqda. Chexolni qo'yib ko'ramiz. Chexol ishlatib ko'rsak ham qanday? Chexol bilan qo'yganimizda mana bunaqa holat. Alo.
Ko'ryaptimi? Mana shunday ko'rinishda bizni Redmi 15'imiz yaxshi sakrishga qilib turamiz. Albatta bizlar ichiklarimiz bir bo'lishimiz mumkin. Mana bunday joylarda ham originallarga emasligi. Boshqa qora bozorda sotilayotganda. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda qora bozorimizda telefonlarimiz narxi 2 million 1.920 ming so'm narxlarda sotilyapti. Oxirgi narxlar 1.920 ming so'm narxda sotilyapti. Lekin buni 2 million 120 ming, 2 million 220 ming narxlarda sotishyapti bu narsani. Undan ham asli keladigan narxlari 1 million 800, 1,5 milliondancha o'rtacha narxlarda qora bozorimizga kirib keladi. Shuni unutmanglar. Kamida 300-400 ming so'm foydalanishni ustiga keladi bu narsa. Undan ham balki undan ham ko'proq narxda keladi. O'zim bilganim, o'zimiz qo'yib sotadigan shunaqa narxlarda sotamiz. Shuning uchun ko'ravermaysizlar. Hop, bizning kameramiz ekrani 120 Hz doimgidek. Kameralari shu более-менее нормальная фотография. Bularda videomiz 1080, 220, 1080 Full HD formatda oladi. Portret rejimimiz ham bor. Ko'rsatmasam portret rejimimiz ham bor. Tungi holatda ham olishimiz mumkin bu rasm videoga. Ekranimizni mana bunday qilib turib unutmanglar. O'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Biz ekranni girsini, mana girsovkasini mana default holatda turibdi hozir. Sonra custom holatda 60 dan 120 ga o'tkazib olamiz. Yana ham tezroq holatga o'tadi biz telefonda ishlash. Hop, e'tibor beramiz. Telefon shunaqa ochib ko'rdik, holati yaxshi. Ishlatsa bo'ladi bu telefon. Albatta Note 14 darajasiga yetmasa ham, albatta ko'pchilik bu C variantini ko'rib chiqamiz. Holati yaxshi, bo'lmaydi. Har holda 12C yoki 13C larga qaraganda mощностьroq. Garantiyasi ham bor yana kamiga. Unutmaymiz sotiladigan joyda. Albatta videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa yozib qolishingiz mumkin. Bunda nabrotga yozgan narsalarga xursand bo'laman. Ben buni nimasini maqtayligin Redmi Tumi match batareyasi lekin kuchli, haqiqatan uzoqqa yetadi uning batareyasi. Yaxshi bo'lishi mumkin emas kuchlilikka. Redmi tomon albatta ko'p batareykalarni ko'pchilik maqtashadi. Haqiqatan boshqa maqtaydigan narsasi yo'q. Kameralari har doimgidek iPhone 6 chalik olmaydi kamerasi. iPhone 6 chalik olmaydi. Buni to'g'risini aytish kerak, necha megapiksel bo'lishidan qat'iy nazar даже iPhone 6 ham bundan tina oladi. Просто так uyat. Bundan ishlashlari yaxshi, gapsiz bo'lishi mumkin emas, hamma joyida. Lekin doimgidek shu ahvol. Do'stlar, albatta videolar yoqqan bo'lsa, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolaman. Barcha ma'lumotlarni ochdik. Sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'da ana girslarni unutadigan bo'lsak, PUBG Mobile'da doimgidek 45 FPS. Shunaqa do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha keyingi videolarimizda ham ungacha ko'rishamiz.